O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda dollar kursi ko'tarildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 25-mart amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 6,49 so'mga ko'tarilib, 12.947,07 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi esa 11,08 so'mga tushib, 14.033,33 so'mni tashkil etdi. Rubl kursi esa 1,79 so'mga oshib, 155,01 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi ketma-ket 3 kun pastlagan edi. Rubl va yevro kursi ham tushgan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.